Alhamdulillahi Rabbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hop, savol kelgan. Bu savol yana ta'lim olishlik masalasida. Biz maktabda o'qishlik va maktablarda ishlashlik haqida bundan 3 oy oldin buni hukmini, buni joiz tarafi, buni nojoiz tarafini bayon qilgandik. Lekin mana bu joyda universitet, kollejlar haqida savol kelgan. Ya'ni mana bu universitetlarda o'qishlikni hukmi qanaqa degan uzun savol kelgan, lekin savolni xulosa shu. Universitetlarda va kollejlarda o'qisak bo'ladimi? Yoki u yerda o'qishlik ham kufrmi? Mana shunaqangi savollar bor ekan. Xo'p, avvalambor birodarlar, biz o'sha bundan oldingi savollarda ham aytganimizdek, Alloh subhanahu va taolo bizga hech qachon ta'lim o'rganishlikni harom qilmaydi. Diniy ta'lim-ku bizni ustimizga farz bo'lgan ta'limdir. Ya'ni har bitta inson dinda zaruratan bilinishligi kerak bo'lgan narsalarni o'rganishligi vojib, farz bo'ladi. Buni qilmagan odam gunohkor bo'ladi. Hatto ba'zi masalalar bor, buni bilmagan odam dindan chiqadi. Xo'p, lekin dunyoviy masalada qanaqa desa, dunyoviy masalada Alloh subhanahu va taolo bizni o'zimizga tashab qo'ygan. Ya'ni harom qilmagan. Misol uchun bir insonni matematikani o'rganishligi halol. Bir insonni fizikani o'rganishligi halol. Bir insonni ingliz tilini o'rganishligi halol. Yoki bir insonni mana savolda so'ralayotgandek IT sohasini o'rganishligi, o'qishligi halol. Ya'ni ashyoda asl narsa halol. Ya'ni bizga Alloh subhanahu va taolo misol uchun uzumni yeyishlikni halol qilgan, uzum suvini ichishligini ham halol qilgan. Ya'ni uzumdan so'k qiladigan bo'lsak, mana bu so'kni ichishlikni ham halol qilgan. Lekin qachon harom bo'ladi? Qachonki mana bu uzum suvini ichidagi ba'zi moddalar o'zgarib, mast qiluvchi bo'lib qolganda, biz uni ustimizda mana bu narsa harom bo'ladi. Mana bu uzum suvini mast qilganligi uchun nima qilmaymiz? Ichmaymiz. Xuddi shunday ta'lim ham xuddi shunaqa birodarlar. Misol uchun bir insonni uyda matematika o'rganishligi halol bo'lsa, xuddi shunday boshqa joyga borib, misol uchun bu maktab nomida bo'lishi mumkin, bu universitet nomi bo'lishi mumkin. Bu kollej degan nomi bo'lishi mumkin. Mana shu joyga ham bu narsani borib o'rganishligi fizikani halol. Endi bu yerda faqatgina bir farq borki, shu farqni bilib olsak, shuni har doim mana shu qolipni solib ketaveramiz. Misol, men uyda deyman, matematika o'rganyapman, fizika o'rganyapman. Endi mana bu fanlarning ichida birorta bir kufr, shirk so'zi yo'q. Birorta bir kufr, shirk amali yo'q. To'g'rimi? Endi uyimda o'zim matematikani o'rganayotganimda yoki menga uyga kelib o'rgatishayotganda, agar mana bu o'rgatayotgan paytida biror bir haromni, biror bir kufrni, shirkni o'rgatishayotgan bo'lsa, mani uyimni ichida o'tirib ham mana bu fanni o'rganishligim, mana bu ta'limni olishligim kufr bo'laveradi, harom bo'laveradi, shirk bo'laveradi. Tushunarli-a? Misol, men fizika o'rganayotgan bo'lsam, uyimdagi o'rganayotgan fizika kitobimni ichida yoki o'rgatayotgan odam bunga qo'shib kufrni, shirkni yoki haromni o'rgatayotgan bo'lsa, mana illo kofir bo'lishligim uchun, mana illo harom amal qilishligim uchun buni borib kollejda yoki buni borib universitetda o'qishligim shart emas. Uyga kelib menga o'rgatishib, uyda o'rgatishsa ham, agar bu ta'limni ichida kufr bo'lsa, bu ta'limni ichida harom bo'lsa, men albatta bu qilgan amalim bilan harom amal qilgan bo'laman, qilgan kufr bilan kufr amal qilgan bo'laman. Mana shu narsani bilib olishligimiz kerak. Ya'ni bir ta'lim joyini kufr bo'lishligi uchun yoki biror bir fanni o'qishlikka, mana bu fanni o'qishlik kufr bo'lishligi uchun buni illo maktabga borib, buni illo universitetga borib, buni illo kollejga borib o'qigandagina kofir bo'lib qololmaydi. Agar bu fanni ichida kufr bo'lsa va mana bu fanni ichidagi o'rgatayotganda ana shu kufr joyini ham o'rganilayotgan bo'lsa, buni o'qigan odam uyda o'qiganda ham kofir bo'laveradi, ko'chada o'qiganda ham shu narsani bilib e'tiqod qilganda kofir bo'lib qolaveradi. Endi bu narsa kufr bo'lmasa-chi? Fizikani o'rganishlikda biror bir kufr bo'lmasa, kimyoni o'rganishlikda, ona tilini o'rganishlikda, algebrani, geometriyani o'rganishlikda yoki IT sohasini o'rganishlikda biror bir kufr bo'lmasa, endi uyda o'qimaganda kufr bo'lmaganidek, buni universitetga borib, kollejga borib o'qiganda ham kufr bo'lmaydi. Mana bu qoida, mana shu narsani bilib olib, mana shu narsani aqlimizga saqlab qo'yib olishimiz kerakki, ichida kufr yo'qmi? Buni qayerda o'qishimizdan qat'iy nazar kufr bo'lmaydi. Endi
Kollejlarga keladigan bo'lsak, endi universitetlarga keladigan bo'lsak, endi universitetni ichida o'sha o'zini xos qoidalari bo'lsa, misol uchun deylik, soqol olib kelasan deydigan qoida bo'lsa, mana bu universitetga borganimizda, har borganimizda biz soqolimizni olib boradigan bo'lsak, biz mana bu holatda joiz amal qilgan bo'lmaymiz. Ya'ni bizni o'rganayotgan fanimizdan islomga yordam beradigan narsalar chiqib, o'sha maslahat, mafsadat degan biror bir qoidani ana shu joyda ishlatmasak, hech qanaqangi bir bizni boshqa nima desak bo'ladi, boshqa biror bir tarafimiz bo'lmasa, bunga qaramasdan bu yerga borib biz soqolimizni olib yuradigan bo'lsak, biz harom amal qilgan bo'lamiz. Ya'ni universitet, kollejni ichida islomni diniga qarshi bo'lgan, islomda harom degan amallar bo'lmasa, islom yoki kufr degan amallar bo'lmasa, mana bu joylarda o'qishlikni hech qanaqangi nimasi yo'q, hech qanaqangi muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Xuddi shunday maktablarda ham. Maktabning ichida agar harom, shirk, kufr bo'lmasa, mana bu joyga borishlik, mana bu joyda o'qishlikda hech qanaqangi nojoiz tarafi bo'lmaydi. Harom bo'lsa, qo'lidan kelgancha haromlardan uzoq turayotgan bo'lsa, buni borgan, bu joyda o'qigan odamlarda muammo yo'q. Mana savolda so'rayotganidek, o'sha Yevropada o'qiyotgan tanishingiz nima deyapti? Sizga aytayaptiki, men ularni din masalasida, dinga haqorat holati bo'lsa, men u joyda o'tirmayman, u darslarga kirmayman deyapti. Mana bu bolani yoki mana bu odamni siz mana shu amali sababidan siz takfir qilib, uni kofir qila olmaysiz. Bu odam men aytayaptiki, agar shunaqangi dars bo'lsa yoki shunaqangi bir holat bo'lsa, men u joyda o'tirmayman, u yerdan chiqib ketaman deyapti. Shuning uchun universitet bo'lsin, kollej bo'lsin, maktab bo'lsin, buni kufr, shirk yoki harom deyishlik uchun avvalambor ana shu universitetga qaraladi. Ana shu maktabni ichiga qaraladi. Ana shundan keyin bir fatvo beriladi. Ana shundan keyin bir qaror, bir hukm beriladi. Bu boshqa masala. Savolimizni qisqachasi mana shuki, biz universitetlarda, kollejlarda, maktablarda ta'lim olishlikni kufr deb bilmaymiz. Toki mana shu maktabni ichida, mana shu kollejni ichida, mana shu universitetni ichida biror bir kufr, biror bir shirk amali bo'lmasa. Endi kollej bilan maktabda, kollej bilan universitetdagi odamlar kollejni ichida va universitetni ichida kufr, shirk bo'lsa ham, mana bu uni ichida ana shu darslarga kufr bo'lgan, shirk bo'lgan darslarga qatnashmaslik haqqi bo'lganligi uchun biror bir universitetda o'qiyotgan musulmon bizga aytsaki, "Axi, mana bu kufr darsi bor, mana bu shirk darsi bor, lekin men bunga kirmayman. Bunga kirmasam ham bo'laveradi. Menga hech kim hech nima demaydi" deydigan bo'lsa, mana shu holatda ham biz mana bu musulmonni nima qila olmaymiz? Takfir qila olmaymiz, biror bir ma'lumot oshota olmaymiz. Lekin maktabga nimaga buni ayta olamiz? Bu narsa ishlamaydi, chunki maktabdagi bola yosh bola. Yosh bolani bilib turib buni otasi yoki onasi mana bunaqangi narsaga jo'natishligi joiz bo'lmaydi. Mana bu joyda bir narsaga men urg'u berib o'tib ketmoqchiman. Ta'lim akalar, ba'zilar o'ylaydiki, shart emas deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri tushuncha. Ya'ni biz islomni boshidan noto'g'ri o'ylaganligimiz uchun, islomni boshidan noto'g'ri tushunganligimiz uchun o'ylaymizki, har bitta odam shu da'vatchi bo'lsin, har bitta odam o'sha olim bo'lsin, har bitta odam o'sha Qur'on hofizi bo'lsin. Albatta bu narsalar bo'lishligi juda yaxshi narsalar. Lekin ba'zida o'sha farzandimizni ichidan bunaqangi narsalar kelmaydi. Farzandimizni ichidan bunaqa narsalar kelmaydi. Mana shu holatda farzandimizga qarashligimiz kerak. Ki biz bunga ha deb olim bo'l, ha deb hadis o'qi, ha deb Qur'on hofizi bo'l deyotganimiz bilan agar bunda o'zini qiziqishi bo'lmasa yoki biz unga ana shu qiziqishni uyg'otira olmaydigan bo'lsak, nima qilishligimiz kerak? Boshqa joiz bo'lgan narsalarni o'rgatishligimiz kerak. Nimaga musulmonlarning ichidan o'sha universitetlarda o'qib dron yasashni biladiganlar chiqmaydi? Nimaga bomba yasashni bilmaydiganlar, misol uchun o'sha tank yasashni biladiganlar, tank haydashni biladiganlar, samolyot haydashni biladiganlar nimaga musulmonlar ichida chiqmasin? Nimaga bizni ayollarimiz joiz bo'lgan joylarda o'qimasin? Misol ba'zilarga qaraysiz, e'tiroz bo'ladi. "Axi, ayol kishi nima bor o'qib" deydi. Subhanalloh axi. Ayol kishi nima bor o'qib degan gap to'g'ri gap emas. Bugun ummatga shuncha hadis kelgan bo'lsa, ayol kishi tarafidan keldi. Oysha onamiz tarafidan shuncha hadis keldi. Rasululloh aytganda, nima bor ayol kishi o'qiganda deganda shunaqa qilsa bo'ladimi?
Ayol kishi o'qish kerak. Shuni gapni aytadigan odamlar xotini tug'iladigan paytda ayol doktor qidiradi. Ya subhanalloh. Ya'ni bizi opalarimiz, singillarimiz, onalarimiz doktor bo'lsin. Ya illo doktor bo'lib boshqa joylarda ishlashligi shart emas. Ya'ni erkaklarga aralashib ishlashligi shart emas. Lekin o'qishlik kerak. Bilishlik kerak. Ozgina kasal bo'lib qolganingizda, misol uchun ayol kishini o'zini hammamizga ma'lum bo'lgan o'sha shaxsiy kasalliklari bor. O'sha ayolga xos bo'lgan kasalliklar bor. Shunaqa holatda biz ayol kishi doktor qilib yuramiz. Olib boramiz bir kofir bo'lgan, fosiqa bo'lgan, kofira bo'lgan, munofiqa bo'lgan xotinga olib boramiz ayolimizni. Olib borganimizda siz o'ylamaysizmiki, olib borasizda ana shu ayolga, u ayol sizni ayolingizni qomatini, holatini ko'rib boshqa erkaklarga aytib bermaydi. Aytib beradi. Mana bu niqoblilarni, mana bu soqollilarni xotini figurasi manaqa, mana bu yerda bunaqasi bor, shu yerda bunaqasi bor demaydimi? Deydi. Shuning uchun biz musulmonlar islomni Alloh subhanahu va taolo aytgandek, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa. Islomga to'lig'icha kirishligimiz kerak. U bizdan olimlar chiqishlik kerak, dunyoviy va diniy. Bizdan o'sha samolyot yasashni biladiganlar chiqishlik kerak. Bizdan mana shu IT sohasini biluvchilar chiqish kerak. Bizdan tilni biluvchilar chiqishlik kerak. Bizni ayollarimiz o'qishligi kerak. Joiz bo'lgan, shariat ruxsat bergan tarzda o'qishligi kerak. Mana qaraysiz, ba'zi odamlar ayollarni universitetga borishni taqiqlab qo'yadi. Bu to'g'ri emas bular. Borsin ayol universitetga nimaga bormasin? Ana u joyda kufr qilmasa, ana u joyda harom amal qilmasa, ana u joyda Alloh rozi bo'lmaydigan biror bir amal qilmasa, nimaga bu ayol kishi borib o'qimasin? Nimaga doktor bo'lmasin misol uchun? To'g'rimi? O'shaning uchun ozgina o'sha bizni yoshligimizdan bizga kiygizib qo'ygan ana u ko'zoynalar chiqarishligimiz kerak. Ana shu ko'zoynalarni chiqarib, islomni bizga buyurgan tarafi bilan qarashligimiz kerak. Bizdan o'qiganlar chiqsin, kodlashni biladiganlar, sayt qilishni biladiganlar, programma qilishni biladiganlar, kitob yozishni biladiganlar, kitob tarjima qilishni biladiganlar. Bularda hammasiga dunyoviy ilm kerak. Hozir misol uchun deylik, biz arabchadan bir kitob tarjima qilganmiz. Endi biz tarjima qilganimizdan keyin buni to'g'rilab beradigan odamlar adabiyotda ona tilini o'qigan bo'lishligi kerak. Kim qiladi buni? Hech kim o'qimasa. Yoki biz ayollarga o'qishni cheklab qo'ysak. Ayollar o'qimasin degan narsani chiqarib qo'ysak. Ayol kishi dinga nima qilib xizmat qiladi? U farzandini qanday tarbiya qiladi? Qizini qanday tarbiya qiladi? Shuning uchun mana bu holatda mavzudan chetga chiqish bo'lmasin, u ayollar u erkaklar u dunyoviy ilm o'qishlik kerak hozirgi holatda. Sizni farzandingiz yoki o'zingiz dunyoviy biror bir diniy biror bir narsani o'qiy olmayapsizmi? Alloh sizga farz qilgan dinda bilishingiz zarur bo'lgan ilmlarni o'rganing. Ana undan keyin matematikani o'rganasizmi, fizikani, IT'nimi yoki boshqa nima bo'lsa o'rganasizmi? Bu bilan niyat qilingki, men islomga xizmat qilaman mana shu yo'lda. Yoki bugun ba'zi birodarlar borki, dunyoviy taraf bilan biznes qiladigan, tijorat qiladigan odamlarni yomon ko'radi. Bular dunyo ahli deydi. Mana bu tijorat qilayotgan, biznes qilayotgan odam vaqtida namozini o'qiyotgan bo'lsa, vaqtida Qur'onni o'qiyotgan bo'lsa, vaqtida zakotini berayotgan bo'lsa, vaqtida Alloh unga farz qilgan infoqlarni, amallarni bajarayotgan bo'lsa, hech kimni mana bu odamni malobat qilishligiga haqqi yo'q-ku. O'zingiz o'ylang, misol uchun hozir biz butun dunyodagi odamlarni to'pladik. Masjid ochdik. Har bitta sohada mutaxassis bo'lgan odamlarni olib keldik. Endi pul bo'lmasa, mana bu odamlar bilan biror ish qilish imkoni bormi? Umuman imkoni yo'q. O'shaning uchun biz har bitta narsani o'z o'rniga qo'yishligimiz kerak. Ha, bizga diniy olimlar, ulamolar kerakmi? Suv va havodek kerak. Endi bizga dunyoni biladigan odamlar kerakmi? Albatta ular ham kerak. Endi biz dunyoviy diniy olimlar chiqara olmayotgan bo'lsak, eng kamida dunyoviy olimlarni chiqaraylikki, ertaga biz biror bir davlat Alloh subhanahu va taolo nasib qilganda, ana shu davlatni boshqarishni biladigan, ana shu joyda texnologiyani rivojlantira oladigan, ana shu joyda samolyot yasay oladigan, ana shu joyda dron yasay oladigan, ana shu doktorxonalarda musulmonlarni ayollariga qaraydigan muslima bo'lgan ayollar kerak bo'ladi. O'shunaqa odamlar bizga kerak bo'ladi shunaqa holatda. Shuning uchun diniy masala bo'lsin, dunyoviy masala bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo bizga ustimizga yuklagan farz ilmlarni o'rgangandan keyin undan u yog'iga bizni
nafsimiz yetmayotgan bo'lsa, bizni qobiliyatimiz yetmayotgan bo'lsa, eng kamida qo'yishligimiz kerakki, dunyoni o'rganaylik, dunyoviy taraflar bilan islomga va musulmonlarga xizmat qilaylik. Subhanalloh. Hozirgi holatda qaraganimizda musulmonlar na dunyoni qilmaydi, na dinni qilmaydi. O'tiradida dunyoni qilayotgan, shu bilan birgalikda musulmonlarga moddiy holatda yordam berayotgan odamlarni malomat qilib o'tiradi. Xuddi shu malomat qilayotganlar ertaga boshiga biron muammo kelib qolsa, yoki birorta bir melisiga tushib qolsa, yoki birorta bir qamoqqa tushib qolsa, sirazi birinchi aloqaga chiqadigan odam o'sha. Axi, nima bo'ldi? Shunaqa qiyinchilikka tushib qoldim. Puldan yordam bering. Shuning uchun biz musulmon o'laroq dinni Alloh subhanahu va taolo bizga buyurgan holatda qilayotgan bo'lsak va bu yoqda ham pulini berayotgan bo'lsa bu odam, ham zakotini berayotgan bo'lsa, ham dunyosini, dinini joyiga qo'yib qo'yayotgan bo'lsa, o'zimizga o'zimiz savol berishligimiz kerak. Men faqatgina namoz o'qib o'zimga foyda beryapman, lekin mana bu holatda bu birodarim dunyoviy ilm bilan ham Alloh unga farz qilgan badanidagi ibodatlarni qilyapti, ham boshqalarga foyda tegadigan ibodatlarni qilyapti deb o'zimizga o'zimiz savol berishimiz kerak. Ya'ni mavzuimizni xulosasi shuki, o'sha maktab, kollej, universitet bo'lsin, Alloh subhanahu va taolo hech qachon bizga bu narsalarni harom qilmagan yoki hech qachon buni kufr demagan, toki mana bularning ichida biror bir kufr harom bo'lmasa. Allohu a'lam.